Assalomu alaykum. YouTube tarmog'ini kuzatib boradigan obunachilar. Mana xudo xolasa sizlarga navbatdagi ish jarayonini taqdim etmoqdamiz. Ish jarayonidan lavha qilib qo'ymoqchimiz. Mana shu joylar fonni ko'rayotgan joylar tunuka fon bo'lyapti. Keyin xudo xolasa shu joylaringizlarni fonni bitgandan keyin bitta to'liq video qilamiz. Hozircha mana dorixona qatilish jarayoni. Mana bu joylar aylanasiga bela fasonda bo'lyapti. Mana ko'rganlaringdek. Mana joyimiz oddiy shaxmat bo'lyapti. Holatda juda go'zal holatda chiqyapti. Mana shu joylar, keyin mana ko'cha tomoni ham bor. Hozir lesa to'sib qo'yganim chiqarmadim. Ko'chalari bilan xudo xolasa fonni video qilib mana bu har doimgidek skrovniy fasondagi dela fasonimiz. Xolos 40 dan bo'ladi. Keyin mayda ikkita karniz, bu yerda ikkita karniz aylanadi. Ikkitalik karniz bo'ladi. O'rtaga turishtiramiz. Ko'rishlar mumkin. Mana shu burchaklarimiz oxirida keladi. Bu burchaklardan bir tekizda bo'lib, mana bu o'rtalar o'ralib, tunuka apishga bo'lib ketadi.